Oziq-ovqat do'koni yo'lagida aravangizni surib borayotib, donli mahsulot qutisidagi "GMOsiz" degan yozuvga ko'zingiz tushadi. Ehtimol GMO qisqartmasi genetik o'zgartirilgan organizm degan ma'noni anglatishini bilarsiz. Lekin bu aynan nimani anglatadi? Bu savolning javobi genetik muhandislik bilan bog'liq bo'lib, u organizmning genetik tuzilishini o'zgartirishni ko'zda tutadi. Har bir tirik mavjudot o'zining hayotiy faoliyati uchun zarur bo'lgan yo'riqnomalar to'plamini o'z ichiga olgan genomga ega. Genomni biror bir retseptorlar kitobiga o'xshatish mumkin. Unda DNKning genlar deb ataladigan qismlari mavjud bo'lib, ular faollashganda ko'plab vazifalarni bajaruvchi oqsillarni hosil qiladi. Masalan, insulin bu qondagi glyukoza miqdorini tartibga soluvchi oqsildir. Biroq odamlarning mustaqil ravishda insulin ishlab chiqarishini qiyinlashtiradigan muayyan genetik yoki turmush tarzi bilan bog'liq omillar mavjud. Bunday holat yuz berganda ularda qandli diabet rivojlanishi mumkin. Bu butun dunyo bo'ylab taxminan 422 million kishiga ta'sir qiladigan surunkali kasallikdir. Davolash usuli sifatida shifokorlar diabet bilan og'rigan bemorlarga insulin berishadi. Insulin qayerdan keladi? U genetik muhandislikning asosiy obyekti bo'lgan DNKni manipulyatsiya qilish orqali olinadi. Bakteriyalarning DNKsini tahrirlash orqali olimlar ularga insulin ishlab chiqarishni buyurishlari mumkin. Shundan so'ng bu insulin ajratib olinadi va insonlar uchun ishlatiladi. Hozirgi kunda tadqiqotchilar organizmga yangi xususiyatlar berish va uning mavjud xarakteristikalarini o'zgartirish uchun undagi bor bo'lgan genlarni o'chirib tashlashlari yoki o'zgartirishlari mumkin. Lekin bu siz ushlab turgan donli mahsulotga qanday aloqador? Ushbu texnologiya o'simliklarning, shu jumladan boshoqli donlarning genetik materialini o'zgartirishda ham qo'llanilishi mumkin. Inson tanasi vitaminlar va mineral kabi hayotiy muhim mikronutrientlarning aksariyat qismini o'z ishlab chiqara olmaydi. Shuning uchun ularni ozuqa orqali olishimiz shart. Masalan, biz vitamin A ni ratsionimizdan ikki xil ko'rinishda olamiz: hayvonot mahsulotlaridan tayyor vitamin A va o'simliklardan provitamin A shaklida. Asosan vitamin A manbalari bo'lmagan o'simlikka asoslangan oziq-ovqatlarni iste'mol qiladigan aholi qatlamida ko'rlik xavfi ortadi va ular yuqumli kasalliklarga ko'proq moyil bo'ladilar. Aslida vitamin A yetishmovchiligi butun dunyo bo'ylab 190 million maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'sir ko'rsatmoqda. Ushbu muammoga qarshi kurash uchun olimlar guruch kabi asosiy oziq-ovqat mahsulotlaridan foydalandilar. Bundan ko'zlangan maqsad ushbu mahsulotlarni iste'mol qiluvchi insonlar o'z ratsionida ushbu mikronutrientning tegishli miqdoriga ega bo'lishlaridir. Genetik muhandislikdan foydalanib tadqiqotchilar iste'molchilarni provitamin, beta-karotin bilan ta'minlaydigan oltin guruchni yaratdilar. Bu molekula organizmda vitamin A ga aylanadi hamda meva va sabzavotlarga ularning sariq va to'q sariq ranglarini beradi. Tarkibida beta-karotin bo'lgan oltin guruchni yetishtirish uchun tadqiqotchilar guruch donining endosperm deb ataladigan yeyiladigan qismiga maxsus genni kiritdilar. Ushbu gen nargiz o'simligidan olingan bo'lib, beta-karotin ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan biokimyoviy jarayonning bir qismidir. So'ngra tadqiqotchilar kiritilgan genni qo'shimcha marker genlar yordamida kuzata borishdi va keyinchalik beta-karotin ishlab chiqarilishiga ishonch hosil qilish uchun guruch embrionlarini yetishtirishdi. Genetik muhandislikdan foydalanish orqali olimlar vitamin A tanqis bo'lgan hududlarda muvozanatlashgan ratsionni shakllantirishga ko'maklashdilar. Genetik muhandislik faqat o'simliklar bilan cheklanib qolmaydi. U boshqa organizmlarga ham tatbiq etilishi mumkin. Yaqinda AQShning oziq-ovqat va dori-darmonlar sifati ustidan nazorat boshqarmasi tadqiqotchilarga Galsev cho'chqalari deb nomlanuvchi genetik o'zgartirilgan cho'chqalarni yetishtirishga ruxsat berdi. Alfa-gal deb ataladigan shakar molekulasi ba'zi odamlarda qizil go'sht iste'mol qilganda yoki klapan almashtirish jarrohligi paytida cho'chqadan olingan yurak klapani kabi muayyan mahsulotlar ta'sirida bo'lganda allergik reaksiyalarga sabab bo'lishi mumkin. Galsev cho'chqalari ushbu shakardan xoli bo'lib, bu allergik reaksiyalar yoki organlarni rad etish xavfini yo'q qiladi. Bundan tashqari, genetik muhandislik tezroq o'sadigan losos baliqlarini yaratishda va sichqonlarda qandli diabet kabi inson kasalliklarini chuqurroq o'rganish maqsadida ularning modelini hosil qilishda qo'llanilmoqda. Qishloq xo'jaligi va biotibbiyot tadqiqotlaridagi turli xil tadbiqlarga qaramay, genetik muhandislik atrofidagi ko'plab etik masalalar hamon saqlanib qolmoqda. Genetik o'zgartirilgan oziq-ovqatlar iste'mol qilish uchun xavfsizmi? Genetik o'zgartirilgan ekinlar o'sib borayotgan aholi o'rtasidagi to'yib ovqatlanmaslik muammolarini bartaraf eta oladimi? Ko'p millatli korporatsiyalar tomonidan genetik muhandislik texnologiyasidan foydalanishning ortib borishi kichik fermerlar, bizneslar va madaniy an'analarga tahdid soladimi?
va kutilmagan nojo'ya ta'sirlarning ehtimollari qanday? Bog'larda hayvonlar farovonligidan xavfsiz va adolatli foydalanish amaliyotini qaysi tashkilotlar targ'ib soladi? Garchi AQShdagi federal agentliklar genetik o'zgartirilgan oziq-ovqatlarning iste'mol uchun xavfsizligini ta'minlash maqsadida ularni nazorat qilsa-da, olimlar, bioetika mutaxassislari va qonun chiqaruvchilar ulardan foydalanish masalalarini hal qilish uchun birgalikda ishlashlari kerak. Genetik muhandislikning murakkabligi va uni qamrab olgan etik muammolarni hisobga olgan holda, keling, yana o'sha serial donli mahsulot qutisiga qaytaylik. Endi o'sha GMO yorlig'i nima ekanligi haqida yaxshiroq tushunchaga ega bo'ldingizmi? Iltimos, o'z fikr-mulohazalaringizni quyidagi izohlar bo'limida qoldiring. Ovoz berdi Charos.